Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, qaysizlar, yaxshi tomonlarmi? Voy, men boydan beri mamni o'chirmay kelgan ekanman, yomg'ir to'xtabdi. Xolos, bugun ham turyapman, короче, atirlarimni qarayapman. Oyim bilan bitta joydan fikrimiz chiqib qoldi. Yo'q-da, original atirchalarim tushunasizlarmi? Ba'zi bir kiyimlarim yo'q. Oyimning kiyimlari yo'qolganda, ko'rsanglar. O'zi bir janjal qilurlar-da, men kiyimlarim yo'qolgan. Sani o'rtoqlaring ham meni yig'ishtiradigan olgandi. Uyimni yig'ishtiradigan o'shanda telefon qilgan edi, yig'lagandi. Yo'q, menda emas. Men olmayman-ku, yo'q. Keyin atirlarim ham yo'q, boshqa narsalarim ham yo'q deb, bilmayman shu kim olganda. Bir pulim ham yo'qolganda esinglarda bo'lsa bor. Bilmadim. Ko'rmagan bilan o'rtoq bo'lmas ekan deb baribir. Men shunchalik Xudoga shukr narsalarim ko'pligidan bilmagan ekanman. Hammaga insof bersin. Balki topilib qolar, balki yo'q.